Bugun siz bilan dunyodagi eng qiziqarli joylardan biri haqida gaplashamiz. Bu bir qabriston. Faqat bu qabriston boshqa qabristonlar kabi oddiy qabriston emas. Bu yerga ko'milish uchun 5 million dollar puldan voz kechishingiz kerak. Dunyoda bu pul bilan o'nlarcha uy sotib olish imkoni bor ekan, nima uchun bu pulni 2 metrlik mozorga berishmoqda? Sababini bilsangiz hayron qolasiz. Quddusdagi Zaytun tog'ida joylashgan mozorlik haqida gap ketmoqda. Bu tog' uch din tarixida markaziy o'rin egallagan. Quddusning manzarali joyda joylashgan Zaytun tog'ining ustida bo'lgan mozorlikka keladigan bo'lsak, kim uchun muhimligini va mahshar kuni eng muhim joylardan biri bo'lish haqida gaplashamiz. Quddus uzoq tarixga ega bo'lib, miloddan avvalgi 3000-yillarga borib taqaladi. Bu yerda ko'plab imperiyalar hukmronlik qilgan. Jumladan Rim imperiyasi, Usmonli turklar va boshqa davlatlar Quddusni diniy va siyosiy ahamiyati, shuningdek u yerda sodir bo'lgan tarixiy voqealar shaharni dunyo bo'yicha muhim joyga aylantirgan. Quddus islomiy, xristianlik va yahudiylik dinlari uchun juda katta ahamiyatga ega. Islomda Makka va Madinadan keyin 3-muqaddas joy hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Merojga shu yerdan osmonga ko'tarilgan. Xristianlikda Iso alayhisalom tug'ilgan joy va biz musulmonlar uchun Iso alayhisalom o'lmaganligi, Alloh uni o'zining huzuriga ko'tarib qo'yganligiga ishonsak-da, xristianlar uchun esa uni xochga mixlashganligi va uning qabri, ya'ni muqaddas qabr shu yerda ekanligiga ishonishadi. Yahudiylar uchun birinchi va ikkinchi ibodatxonalari Sulaymon alayhisalom ibodatxonasi muqaddas qal'a, muhim diniy joylardandir. Bugun biz gaplashadigan mavzu esa shu yerda joylashgan Zaytun tog'idagi eng qimmat mozorlik. Quddus yaqinida joylashgan u oddiy tog' emas. Zaytun daraxtlari bilan to'lgan bu tog' ko'plab payg'ambarlar iz qoldirgan muqaddas joy. Ammo u tog' haqida aytilgan eng sirli so'zlar, bu joy qiyomat kuni muhim sahna bo'lishi. Bir dona mozor narxi 5-6 million dollar bo'lgan bu yerda ko'milish yahudiylar uchun eng buyuk orzulardan biri hisoblanadi. Bu qadar qimmat bo'lishining eng asosiy sabablaridan biri esa qiyomat kunida bu yerda tirilganlar savol-javobsiz jannatga kirish imkoni borligida deb bilishadi yahudiylar. Bu yerda hozirgacha qabrlar soni 150 mingtagacha yetgani aytiladi ma'lumotlarga qaraganda. Qubbatul Sahro va Masjidil Aqso birlikda eng go'zal suratda ko'rishingiz mumkin bo'lgan joy ham shu yerda. Yahudiylarga ko'ra, bu mozorda ko'milishning siri jannatga kirishi emas, balki jannatga eng birinchilardan kiradiganlar qatorida bo'lishingizni ham ta'minlaydi deyshadi. Qanday qilib? Ularning aytishiga ko'ra, qiyomatda Sirot ko'prigining boshlanish nuqtasi shu yerda deb bilishadi va birinchilardan bo'lib ko'pridan o'tib jannatga kiramiz deb ishonishadi. Shuning uchun bori yo'g'ini sotib bo'lsa ham shu yerda ko'milishni orzu qilishadi. Nima sababdan yahudiylar bu yerda Sirot ko'prigi bo'lishiga ishonishadi? Keling, Zaytun tog'i haqida sizga qisqacha aytib beray. Bu tog' ustida Injilda aytilishicha, Iso alayhisalom o'zining ko'p va'zlarini aynan shu tog' etagida qilganligi aytiladi. Va Zakariya alayhisalom va Maryam alayhisalom yashagan joylar ham shu atrofda deb bilishadi. Hozir bu yerda qadimiy cherkovlar va ziyoratgohlar mavjud. Tog'ning qarshisida Quddus shahri aynan shu manzara oldida ko'plab payg'ambarlar duo qilgan, yig'lagan va sajda qilgan deyiladi. Zaytun tog'i haqida
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida esa shunday deyilgan: Iso ibn Maryam yerga tushadi, Dajjolga qarshi kurashadi va Baytul Maqdisga kiradi deb. Ko'pchilik u aynan Zaytun tog'iga tushishini aytadi. Ko'plab tarixchilar va mufassirlar bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. To'g'risini esa Alloh biladi. Qabristonga qaytadigan bo'lsak, bu mozorlikning qorovuli, ya'ni qabriston qorovuli Ibrohim Said ismli bir musulmondir. Bobosidan otasiga, otasidan esa unga davom etib kelayotgan qorovullik. 40 yildan oshiq bu qabriston ularning qo'lida ekanligini aytadi. Hamma qabrni tanishini va kim kelsa qiynalmasdan so'ralgan odamni qabriga olib borishini aytadi. Insonlarni millionlagan dollarlarni sarflagan qabrlar ularni jannatga kirishiga sabab bo'ladimi? Kimni jannatga olishni, kimni jahannamga kirgizishni faqatgina Alloh qaror beradi. Bu yerdan qabr sotib olish mumkin, lekin Allohning roziligini sotib olib bo'lmaydi. Yahudiylarga o'xshab falon joydagi qabristonga ko'milishni orzu qilib emas, balki Allohga bo'lgan taqvoni va toat ibodatni mukammal qilishimiz, shu yo'l bilan Allohning roziligi va rahmatiga erishib jannatga kirishimiz mumkin. So'zim yakunida esa Abu Bakr radhiyallohu anhu ning so'zi bilan yakunlayman. O'zingga qabr emas, o'zingni qabrga tayyorla.